Bismillah deb fotozonamizni davomini yasaymiz. Hovlidan bu plastiklarni olib chiqqandan keyin 7 o'lchab 1 kes degan maqolga amal qilib hammasini o'lchab kesib oldim. Ko'pchilik bilsa kerak, kuxonyalarda razmeri 60 yoki 40 bo'ladi, shkaflardagi ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun men kengroq bo'lsin deb 60 qilib o'lchab oldim. Lekin bitta narsaga e'tibor bermabman. Ikkita plastikni bir-biriga kirgizganimda bir tomoni 60, bir tomoni 40 bo'lib qolar ekan. Shu joyga kelganda kallam umuman ishlamay qoldi o'zi ham. Uzoq o'ylandim, nima qilsam bo'ladi, bu plastiklarni bir-biriga qana yopishtirsamikin deb. Keyin erim reka olib kelib qo'ygan esimga tushib ketdi. Rekalarni kesishdi, life haki. Oldin rekani yaxshilab o'lchab olib, keyin o'sha joyiga 11 da qattiq botirib, keyin oyog'ingizda bir tepsanglar chiqib ketar ekan, o'zi kesilib ketar ekan. Tekis kesiladi lekin. To'g'risi lekin bu uchburchakni o'zim o'ylab topdim. Qanday yasalishini hech qayerda ko'rmaganman. Boshida qanaqa qilaman deb rosa o'ylandim, keyin xayolimda chizib oldim. Endi chiroyli chiqyapti desam, teshilib qolsa bo'ladimi? Keyin o'ylab qoldim, buni yasaganim bilan bir pasda nimadir qattiqroq tegsa yo pichoq tegsa bir pasda kesilib ketar ekan deb, ustiga boshqa qattiqroq narsa qilmasam bo'lmaydi dedim. Haligi yasagan korobkam esimga tushib ketdi. Yaxshiroq vid berish uchun samakleykani korobkaga aylantirib chiqdim. Burchakli rekaga keladigan bo'lsa, 90 gradus ostidagi rekalarni o'zi turmas ekan, unga tiyag'ich kerak ekan. Shuning uchun ikki tomoniga taxta qoqib qo'ydim. Xatolarim yoki takliflar bo'lsa bemalol eshitaman. Hozir obuna bo'lmasangiz, keyin yo'qotib qo'yasiz.